Keling, mashinani obzorini boshlaymiz. Bu obzorni qilishimiz uchun biz shunaqa fon tanladik. Xullas, Xivaga kelib, shunaqa fonda sizlarga Arizo 8 mashinasini polni xudo xolisa obzor qilib beraman. Ko'p vaqtinglarni olmayman. O'zi obzorlarimiz tez-tez bo'ladi. Asosiy narsalarni gapirib o'taman. Xo'p, bu mashinamizni tashqi ko'rinishi menga Lexus eslatordi. Ayniqsa oldi faralari, mana shu oldi tarafi, orqa faralari, diodlari, mana bunaqa DHO ledlari Lexus o'xshatordi. Mashinamizning hozirgi kunda 4 xil rangi bor. Oq, qora, mana shunaqa nardi grey va mokriy asfalt ranglari bor. Tak, mashinamiz gibrid. Ko'rasizlar, oldi banferda teshiklari bo'lsa, gibrid bo'ladi. O'sha ko'pchilik ajratib olish uchun oldi banferda teshiklari yoki reshotkasi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi chiqayotgan mashinalar ko'pi gibrid bo'ladi. Oldi banferi yopiq bo'ladigan bo'lsa, u elektromobil bo'ladi. Chunki bu yerda radiator bor, u radiator sovutish tizimini ishlatib turish kerak bo'ladi. Xo'p, tak, endi mashinani xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizning kapotini tagida 1.5 turbinali motor turibdi. Lekin shunga qaramasdan 4-4,5 litr расход qiladi 100 kilometrga. Hozir kapotini ochib ko'rsataman sizlarga. Tak. Ko'rdinglar-ku, 1200 kilometrga spokойный keldi. 1400 kilometr yurib beryapti mashina. Ham benzin, ham tok. Tokda 125 kilometr yuradi. Benzinda bo'lsa, общий quvvat bilan 1400 kilometr yuradi. 350 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 7,1 sekundda chiqadi. Xullas, 4 ta silindrli 1.5 turbinali motor. Boshqa motorlardan ham afzalli tarafi buni turbinada bo'lganligi. Tak, balon diskalarini ko'rishingiz mumkin. 18 razmerda. Tak, zavodskoy o'zi shunaqa chiqadi. Bu eng full pozitsiyasi yoki birinchi pozitsiyasida emas, hamma o'zimizda ishlab chiqariladigan shu mashinada mana shu ramashkali diska chiqadi. Tak, orqa tarafini qisqacha ko'rsataman. Panorama tomiga bitta e'tibor berishingiz mumkin. Panorama tom Malibu 2'larnikidagi ochiladigan variantda, ko'p elektromobillarda ochilmaydigan bo'ladi. Arizo 8 yozuvlari bu yerda joylashtirilgan, 360 gradus kamera bagajligini ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, o'zining ichida zaryadlash quvvati simi bor. Bu yoqda zapaska yo'q, ko'rib turganingizda. Bu yerda faqat agar mabodo baloninglar qo'yib yuboradigan bo'lsa yoki mix kirib yoki shunaqa teshilib qoladigan bo'lsa, shunaqa o'zini suyuqligi bor. Shu suyuqlikda balonni yamab yana yo'lda davom etsanglar bo'ladi. Endi salon qismiga qisqacha sayohat qilamiz. Endi videomiz jaydar uslubda bo'lyapti. Uzmaymiz, chunki hozir videoni uzadigan bo'lsa, uje yana shom bo'lib qolishi mumkin. Yana bitta joyiga e'tibor berishingizni xohlardim. Dizaynni ko'ryapsizlarmi? Banferi dizaynini juda ham noodatiy qilib ishlagan. Faran dizaynini qarang, aka. Kechqurun bor, asal yonyapti deb bu. Tak, endi salon qismiga kiramiz. Hurmatli operator, nari tarafdan ochsangiz, men salonni polniy sizlarga obzor qilib beraman. Tak, salonga o'tirishimiz bilan bismillah. Birinchi bo'lib bizani o'zbek, eng zo'ri buni o'zbekcha tili bor. Ko'rasizlarmi? Ko'pchilik ruscha qilinadimi, ruscha qilsa bo'ladimi degan savollarni bu mashinada unutib yuborasizlar. Chunki bu mashinamiz o'zbek tilida gaplashadi. Alisa bo'lib ham gaplashadi. Tak, obshivkalarni, oynalarini bitta tushirib, lyuklarni dakansi ochib olamiz. Tak, mashinada 12.3 dyumdan ikkita monitor joylashtirilgan. Bittasi tabloni, datchiklarni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa climate control, USB port, Bluetooth, tak, 360 gradus kamera, mana bu yerda bossa, 360 gradus kameralari hammasi mana shu yerdan ishlaydi. Undan tashqari, dizayniga keladigan bo'lsa, tarpetkani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Bu yoqda taxta simon akoprint ishlatilgan. Tarpetkada o'rta chasti kojadan ishlangan, tepasi bo'lsa yumshoq plastikdan ishlangan. Tak, obshivka qismlari mana yoqdan ko'rishingiz mumkin. Sony audio sistemi qo'yilgan. 12 ta kolonka bor, bagajligida bitta subwooferi bor. Eshikning ruchkalariga e'tibor berasizlar. Obshivkani o'rta qismi kojadan ishlangan, chetlari, tepa va past qismlari bo'lsa yumshoq plastik ishlatilgan. Sidenani knopkalari ham juda ham qulay joyda joylashtirilgan. Odamga juda ham qulay o'tirib
boshqaruvga juda ham oson. Keyin buni xotirasi bor. Ko'rasizlar, yonida siz o'zingizga yoki sizdan boshqa, masalan, o'g'lingiz haydaydigan bo'lsa, o'g'lingizga yoki akangizga xotiralarini to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Sidenasi ko'rib turganingizdek, o'rtasi perforatsiyali. Bu perforatsiyalar bekorga qilinmagan. 3 xil rejimda sovutadi va 3 xil rejimda isitadi. Chetlari nappa koja, sidena dizaynni lekin juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Unaqa bosh qo'ygan paytda ham juda ham qulay ekan. Xullas, Mercedesdan ilhomlanganga o'xshaydi. Xuddi ko'rishingiz mumkin, obshivka o'rta qismlari, torpedkani qaysidir qismlari Mercedesga, sidenaning dizaynlari Mercedesga o'xshab ketadi. Qaramas katta, boyga yetib o'tganimda, bu yoqdan ham pardani boshqarsanglar bo'ladi, pardasi bor. Bu yoqda lyukka o'zini ham boshqarsanglar bo'ladi. Tak, ruliga to'xtalamiz. Ruli ko'rib turganingizdek, chap tarafda cruise control, adaptivniy cruise control. Tak, orqasidan bitta mashina bo'lsa, ushlab oladi. O'sha mashinani to'xtasa to'xtaydi, yursa yuradigan datchiklari joylashtirilgan. O'ng tarafda bo'lsa, multimedia sistemasi, ya'ni bu yerda o'zidan monitorni, o'sha mikrofonni, balandpast ovozlarni boshqarsa bo'ladi. Tak, bitta menga yoqmagan joyi mana shu ruchnoy ekan. Lekin bir xil mashinada shu narsa ham yo'q. Tak, yana bitta menga yoqqan narsalardan bittasi bu mashinada ruchnoy knopkani yo'qligi. Ya'ni siz mashinaga o'tirishingiz bilan, mana mashinaga o'tirdim, parkovkada turibdi, D ga urdim, gazni bosaman desam, mashina yurmayapti. Ko'rasizlarmi? Mana qimirlayapti, lekin yurmayapti. Uning uchun remenni taqish kerak ekan. Remenni taqasiz, keyin mashina yuradi. Gazni bosamiz, ana endi yurishni boshladi. Bu degani siz hech qachon remenga shtraf to'lamaysiz. Endi abmanka tiqib qo'ymaydigan bo'lsangiz, doim bu mashinaga o'tirgan paytingizda remen taqishingiz majburiy bo'ladi. Bo'lmasa mashina sizga bo'yin sunmaydi. Undan tashqari yana bitta zo'r rejimi bor ekan. Mana shu ko'rib turganingizdek, labovoyda mana shu datchik joylashtirilgan. Bu sensor nimaga javob beradi? Oldida, orqada, yon taraflarida ketayotgan mashinalarni, odamlarni ko'rib tura oladi. Ya'ni siz xuddi mana oldi tarafda ketayotgan, masalan, siz ko'rmaydigan yon tarafdan kelayotgan mashinalarni, masalan, tonirovkangiz to'qroq bo'lsa, yon tarafdan kelayotgan mashinani ko'rmay qolishingiz mumkin. Bu aynan shu sensor shu narsaga javob beradi. Ya'ni 360 gradus mashinani straxovka qilib turadi. Bu boshqa mashinalarda kamdan kam uchraydigan apparat. Undan tashqari qish kelyapti mana. Qish kelayotganligi uchun mashina O'zbekistonga moslab chiqarilgandek, xuddi oldi labovoyda mayda spirallari bor ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa, mayda spirallari bor. Rulida spirali bor. Ya'ni o'tirishingiz bilan bilasiz, qishda muzdek bo'lib qoladi. Qo'lingiz iliq bo'lib turishi uchun rulda ham oldi labovoy yaxlab qolmasligi uchun labovoyda spirali bor, polniy spirali bor. Undan tashqari sidenada orqa labovoyda ham spirallari bor. Tak, mashinamiz umumiy olganda menga juda ham yoqdi. Mana 1200 kilometr yurib shu yergacha yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, yurishlari, yo'lda o'zini tutishi, yumshoqligi juda ham zo'r. Undan tashqari 187 ga maksimum tezlikka chiqardik. Mana bu yerda rejimlari bor. Mana Eco mod degan rejimi bor. Ko'rib turganingizdek, tak, buni chiqarib yuboramiz. Hop, eshikni yopib turib, hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Keyin navigatsiyasi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsasi, iPhone telefon bor-ku. O'sha iPhone telefonni mana bu USB porti bor. USB portga shunaqa o'zini simi, zaryadning simi bilan ulab qo'yadigan bo'lsanglar, bu yerda hamma funksiyalari ekranda chiqib keladi. Tak, bu yoqda 360 gradus kamera. Tak, Eco rejimi bor. Eco mod. Normal rejimi bor. Normal mod. Undan tashqari sport rejimi bor. Sport rejimda lekin mashina uchyapti. O'zi ham 7 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alar ekan. Tak, qisqacha obzorimiz yoqqan bo'lsa, akalar qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta like bosib qo'yasizlar. Undan tashqari mana bu joylarni ham bitta ko'rsatib ketdik. Bu yoqda mana bardachosi ko'rib turganingizdek, mana bu yerda tak 8 kiloni ko'taradigan tak mana bunaqa ilmog'i bor ekan. O'rtada barsetka qo'yib qo'yadigan mana shunaqa joylari bor ekan. Bu yoqda mana barsetkani qo'yib qo'yganman.
qo'l qo'yadigan joyda mana shunaqa katta bari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu pulti. Pultini sizlarga ko'rsatmadim. Pultini ko'rishingiz mumkin. Pulti juda ham chiroyli. Ana hozirgi ko'p Xitoy mashinalarida NFC karta chiqyapti, keyin mana shunaqa pult sotib olishyapti. Bunda shunaqa o'zi pulti juda ham chiroyli.